Leksiyemizni davamlaştırmaz, hürmetli vatandaş. Endiki leksiya, tünügilletin silahı sözlep kelip otqan leksiyani, yani bir qayta üzemnin leksiyası emas, Erkin Asiya Radyosu'da anlatılgan noskisi boyunca yani bir qatim silahı anlatışını zerur taptım vatandaşlar bunu. Qanda oylayışlar üzerinin işi. Mavzumundaq. Çisla. 2021 8. ayının 20. günü bugün hepti cuma. Taliban'dan Afganistan'da hakimiyet beşiği gelişi ve Xitay'ın soqqan çotu. Muhbirimiz Mehriban. 2021 yıl 8. ayının 18. günü Erkin Asiya Uyghur Tele programısı haber mundaq başlar. Xalqaro İslami terörlük bilen ayıplanıvatqan Taliban güçlerinden Afganistan'da yeni baştan İslami hakimiyet ornatqanlığını jakarlışı dünyada ciddi endişe payda kılmakta. Angliya BBC agentliğinin 17. Ağustos'taki haberinde deyilişçe Xitay Tashqi ishlar ministri Wang Yi 16. Ağustos kashqurun Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan so'zlashgan. U so'zlashda Amerikani ayblab, Amerikaning tezlikda askar chekindirishi Afganistan vaziyatida yomon ta'sir paydo qildi degan. Reuters agentligining 17. Ağustos'dagi xabarida deyilishicha, Wang Yi so'zida yana Amerika hukumatining Sharqi Turkiston islom harakati tashkilotini terrorlik tashkilotlar tizimligidan o'chirib atganligini tanqidlagan. Halbuki Amerika hukumati o'tgan yildan buyon bundaq bir tashkilotning mavjudligining gumonliq ekanligini shundaqla Xitay hukumatining Uyg'urlarni bostirish uchun mushundaq bir yolg'on bahona sababni to'qib chiqqanligini ilgari surgan edi. Xitay bayonotchi Jawlijan bayonotida Xitay hukumatining Taliban kuchlaridan Sharqi Turkiston islom harakati tashkilotini öz ichiga olgan barliq terrorlik kuchlarga zarba berishni umid qiladiganligini bildirgan. Bu xabar Erkin Asiya Uyg'ur til programmasi muxbir Mehriban xonimning xabari. Bu xabar müşahede axırlaşdı. Endi yana Osmonda to'g'ri yerde qopqan bir qatim anlatgan edik sizlarga, bu zarar yana bir qatim keldik. Xitoyning Pokistondagi Uyg'urlarni tutqun qilishi. Mavzuli xabar 2021 yil 8. ayning 15. günü Erkin Asiya Uyg'ur til programmasida anlatildi. Xabarning avtori muxbir Aziz. Xabar mundaq başlandı. Xitay hukumatining Uyg'urlar ziyonkashlik qilish qilmishlarining yaqinqi yillarda davlat chegarasidan olqib chet ellarga so'zlayotganligini, har qaysi sohaning tanqid obyekti so'zlayotganligi har qaysi sohaning tanqid obyekti bo'lib kelayotgan edi. 11. Ağustos günü Amu Deryası Cemiyeti Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tashkiloti birlashib e'lon qilgan osmonda to'g'ri yerda qopqan Xitoyning Pokistondagi Uyg'urlarni tutqun qilishi mavzuliq zo'r hajmlik doklad Xitoy hukumatining muhojiratdagi Uyg'urlar ziyonkashlik qilishning amaliyotda 1990 yillardan boshlab mavjud ekanligini yoki 1990 yillarda boshlanganligini, bu jihatda Pokiston hukumatining Xitoyga eng zo'r yordamlarda bo'lib kelayotganligini nihoyat tafsiliy sharhlab berdi.
Devamını anlayış ötendir.